Tashqari Damas va Labo avtomobillari uchun ham rassrochka ham past foizli avtokredit asosida shartnomalar berish davom etmoqda. Oylik to'lovi 1.571.000 so'mdan to'g'ri keladi. Nomer texpasport uchun to'lovlarni amalga oshirasiz. Taxminan 4,5 milliondan 5 milliongacha bo'lgan. Oylik to'lovi 2.695.000 so'mdan to'g'ri keladi. 15% boshlang'ich to'lovni amalga oshirasiz, ya'ni 23.415.000 so'm. Assalomu alaykum hammaga, hurmatli kuzatuvchilar. Endi Cobalt avtomobillarini boshlang'ich 23.400.000 so'm bilan xarid qilish imkoniyati mavjud, ya'ni avtokredit asosida. Bu Style MCM va Midnight MCM, ya'ni MCM pozitsiyalar uchun hozirda shartnoma mavjud. Bir kun o'zida rasmiylashtirib olib ketishingiz mumkin. Hozir video davomida batafsil ma'lumot beraman. Oylik to'lovlari, yillik foizlari va qo'shimcha qandaydir sug'urta to'lovi va boshqa to'lovlar haqida batafsil ma'lumot berib o'taman. Videoni o'tkazmasdan tomosha qiling. O'zingizni qiziqtirgan fikr va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Batafsil javob berishga harakat qilaman. Unday bo'lsa, videomizni boshladik. Avtosalonda hozir MCM pozitsiyalar uchun shartnomalar mavjud, ya'ni Style MCM va Midnight MCM pozitsiyasi uchun Style MCM 156.100.000 so'm, Midnight MCM pozitsiya esa 165.200.000 so'm. Kredit shartlariga ko'ra 36 oydan 60 oygacha kredit ajratiladi. Boshlang'ich 15% dan 65% gacha bo'lgan to'lovni amalga oshirib xarid qilish imkoniyati mavjud. Endi birinchi navbatda 15% dan boshlasak, Style MCM pozitsiyasi uchun 15% boshlang'ich to'lovni amalga oshirasiz, ya'ni 23.415.000 so'm. 36 oydan 60 oygacha bo'lgan muddatda xaridorning o'zi oylarni tanlaydi. Agar 36 oyga xarid qilsangiz, oylik to'lovi 5.275.000 so'mdan to'g'ri keladi. Yillik 25% foiz stavka bilan xarid qilinadi. Agar boshlang'ich 25% to'lov amalga oshirilganda, ya'ni 39 million so'm, yillik foizi 26% bo'ladi. Bunda ish haqi talab qilinmaydi. 39 million so'm to'lovni oldin amalga oshirasiz. 36 oydan 60 oygacha bo'lgan muddatda. Agar siz 36 oyga xarid qilsangiz, oylik to'lov 4.717.000, 48 oyga xarid qilinsa, oylik to'lovi 3.947.000, 60 oyga xarid qilinsa, oylik to'lovi 3.505.000 dan to'g'ri keladi. Agar 40% to'lov amalga oshirilganda, ya'ni 62.440.000 so'm to'lov 36 oyga xarid qilinsa, 3.675.000 so'mdan, 48 oyga xarid qilinganda oylik to'lovi 3.053.000 so'mdan, 60 oyga xarid qilinganda oylik to'lovi 2.695.000 so'mdan to'g'ri keladi. Bunda ham ish haqi talab qilinmaydi. Foiz stavkasi esa 24% stavka bilan xarid qilinadi. Agar boshlang'ich 50% to'lov amalga oshirilsa, ya'ni 78 million so'm to'lov 36 oyga 3.062.000 so'mdan to'g'ri keladi. 48 oyga 2.544.000 so'mdan, 60 oyga esa 2.245.000 so'mdan to'g'ri keladi. Bunda ham ish haqi talab qilinmaydi. Yillik 24% stavka bilan xarid qilish imkoniyati mavjud. Agar boshlang'ich 65% to'lov amalga oshirilganda, ya'ni 101.465.000 so'm to'lov 36 oyga 2.143.000 so'mdan, 48 oyga oylik to'lovi 1.781.000 so'mdan, 60 oyga oylik to'lovi 1.571.000 so'mdan to'g'ri keladi. Bunda ham ish haqi talab qilinmaydi. Yillik foiz stavkasi 24% bilan xarid qilish imkoniyati mavjud. Bu yerda boshqa to'lovlardan tashqari, ya'ni boshlang'ich to'lovdan tashqari sug'urta to'lovi ham mavjud. Sug'urta to'lovi bank xodimlari tomonidan grafik asosida oylarga qarab aniq summasi chiqarib beriladi va nomer texpasport uchun to'lovlarni amalga oshirasiz. Taxminan 4,5 milliondan 5 milliongacha bo'lgan oddiy nomer uchun to'lovlar qabul qilinadi. Cobalt avtomobillaridan tashqari Damas va Labo avtomobillari uchun ham rassrochka ham past foizli avtokredit asosida shartnomalar berish davom etmoqda. Onyx Tracker rassrochka asosida berilyapti. Damasning uchala pozitsiyasi ham rassrochka asosida berilyapti. Laboga ham rassrochkalar hozirda mavjud. Damas avtomobilini to'lov qilinganda shu zahoti bir kun o'zida olib chiqib ketishi mumkin. Labo avtomobilni
Avtosalonda mavjud bo'lsa olib chiqib ketiladi, bo'lmasa ham bir hafta davomida yetkazib berish imkoniyati mavjud. Sizlarga aytib bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shulardan iborat edi. UzAuto Motors'ni eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun albatta kanalimga obuna bo'lib qo'ying va bizni kuzatishda davom eting. Hammaga rahmat.